Musulmon odamga bunaqa bo'lish yarashmaydi, birodarlar. Ishingizga e'tiborli bo'lishingiz kerak. Alloh taolo dedi, payg'ambarimiz har bitta ishga ehsonni yozgan. Har bitta ishni qilayotgan odam shu ishida mohir bo'lishi kerak. Alloh ko'rib turibdir degandek qilish kerak. Qaranglarda, bitta hunarni qilayotgan ikkita usta bor. Bittasini qarasang, hayotida bir osudalik, baraka bor, ikkinchisida yo'q. Bir xil pul topadi, bir xil ish qiladi. Nimaga bittasida bor, bittasida yo'q? Bittasi ehson bilan ishlaydi. Ikkinchisi eplamachi bo'ladi. Eplamachi bo'lib ketdik, birodarlar. Shuning uchun shu ahvolga kelib qoldik. Professional bo'laylik, akalar, ukalar. Nima ish qilishimizdan qat'iy nazar baraka topamiz. Nima ish qilishimizdan qat'iy nazar baraka topamiz. Musulmon odamga bunaqa bo'lish yarashmaydi, birodarlar. Ishingizga e'tiborli bo'lishingiz kerak. Alloh taolo dedi, payg'ambarimiz har bitta ishga ehsonni yozgan. Har bitta ishni qilayotgan odam shu ishida mohir bo'lishi kerak. Alloh ko'rib turibdir degandek qilish kerak. Qaranglarda, bitta hunarni qilayotgan ikkita